Mana jinnilikni ko'ring. Planetada bo'lmagan hali bunisi. Sal bitayotgan jarayon bilan bo'lishim keldi. Bu bilan bo'lishmasam bo'lmaydi. Eshik 3,5 kilolik, 4 kilolik xo'roz bemalol kiraveradi. Ay mashalloh. Asli bu hali chalasi. Endi makon ochamiz navbat. Kelinchi. Qani? O'q devor bitta urildi. Buni oralig'iga ham nasib bo'lsa hali qiladigan ishlarimiz ko'p. Kech demaymiz. Mana shu ideya bilan bo'lishim keldi. Bu joy sinib ketamkin deb o'ylasam, sinmadi yaxshi. Endi demak, bundan ko'ra sal kichikroq teshtagan bo'lar ekan. Haqiqatan ham ideyani kosmosi bo'ldi-da. O'tirib, g'ishlar terib bo'lgandan keyin qanday to'rburchak qilsammikin deb mana menga chizganman, ko'rayotgan bo'lsa, nariga chizib ko'rdim, unga chizib ko'rdim. Oxirida dumalaq qilib ko'raychi desam, o'taylar boshqacha chiqdi bordi. Xudo xolasa, Xudoga shukr. Bir dona o'rdak sig'adigan teshik bo'lishi kerak. Nasib endi Xudo xolasa esolomay yakunlab olsak, shunday qilamizki, mana yerdan bo'ladi, mana bunday bo'ladi. Ro'para qilib qo'yilmaydi odatda o'zi. Sababi kiradi, bu tomonga to'g'riladi. Vop shunday zotalanmaydi-da. Saharlikgacha bosamiz endi Xudo xolasa.